Do'stlar, mana bizni boевой pripaslarimiz, deydi-ku, jangovar nimalarimiz. Bunaqa yana 3 ta yashik bor. Ular zapasdagi. Shu asosiy bitta yashik olamiz. Hamma o'sha yaxshi ishlaydigan jiklarni yig'amiz. Rangi-rangiga hammasini o'zlarini rangiga mos joylarni qilamiz. Chunki agar sariqni bu yoqqa, yashilni bu yoqqa aralashsangiz, rangi bir-biriga o'tadi ayrimlari. Shuning uchun bitta yig'inni qilib, bitta yashik qilib olamiz. Ishlaydigan ranglarni to'plab, keyin bunaqa yashik bo'ladi. Bu o'sha pulcho'glar, toshlar uchun mo'ljallangan bo'ladi. Xo'p, endi bunga bitta xalq razmerli pulcho'glar bor. Qaysi toshda qanday rangni otamiz endi, do'stlar. Buni ko'ramiz. O'zga chiqqan joyini kuydiramiz, lekin o'ziga kuydirmasa bo'ldi. Zatsep yo'q, hayronman, nega zatsep bo'lib qoldim.